Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari va mehmonlari. Bugun sizlar bilan mana shu koreyskiy abaya fasonimizni qanday tikilishini o'rganamiz. Tikilish darsligini ham juda ham tushunarli va oson qilib tayyorladim. Agar manfaatli bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Video darslikni tikuvchi tanishingizga ham yuborib qo'ying. Birinchi bo'lib kaketkalarni tayyorlab olamiz. Oldi va orqa kaketkamizni ikkitadan olamiz. 2 qavat olingan kaketkalarda bir-biriga birlashtirib yo yopishtirib oling kleykada yoki menga o'xshab tikib oling aylantirib. Yeng qo'shganimizda jilib ketmay yaxshi yotaveradi. Tayyor bo'lgan kaketkalarimizni yelka qismini 1 sm chokbahoda tikib, overlock qilib, orqa tarafga qaratib, yotkizib, dazmollab olamiz. Yelkamiz bilan yonboshchoqlarimizni hamisha orqa tarafga yotkizib dazmol qilsak, kiyganda to'kilib chiroyli turadi. Mana qizlar, kaketkamiz ham tayyor. Ikkinchi ishimiz yeng qo'yib olish bo'ladi. Yeng qismimiz bilan ko'ylagimizning yubka qismiga 2 qator qilib ziborkaga ip tortib yig'ib olamiz. Bu tarafi ziborkaga ip tortilib, yig'ilmagan tarafi mana qizlar ziborkaga ip tortib, shu kaketkamizni yonboshiga yeng qismini yarasha qilib terib olamiz ziborkaga. Bu tarafi mana yig'ilmagan tarafi, bu tarafi esa ziborkaga tayyor holatga keltirib qo'ygan tarafimiz. Yeng va yubka qismlariga hamisha erinmasdan 2 qatorda ziborkaga ip tortib oling. Ikkita tortgan ipimizni o'rtasidan chok yurgizsak, ziborkalarimiz bir xilda chiroyli terilib chiqadi. Kaketkamiz 35 ida, yengimizni mana shu 35 ga tayyor qilib, mana yig'ishtirib oldik. Bu tarafi tayyor holatga kelib qoldi qizlar. Har ikki tarafda bir xilda kaketkamizga loyiq qilib ziborkasini terib olamiz va aylantirib ichidan 1 sm chokbahoda tikib overlock qilamiz. Har bitta tikkan libosimizga chok iplarini ham, overlock iplarini ham bir xilda moslab qo'ysangiz, ishimiz yana ham akkuratli, chiroyli chiqadi qizlar. Mana bizda kaketkamiz va yeng qismimiz tayyor holatga keldi. Endi esa orqa va oldi yubka qismlarimizni o'rta qismiga 2 qator ziborka tortgan edik. Shuni oldi qismimizga kaketkaning past qismiga tayyor holatga keltirib ziborkalarga terib olamiz. Mana buni ham 2 qatorda terib oldik. Shuni o'rtasidan 1 sm chokbahoda yurgizib olamiz. Yonbosh qismimiz esa birga bir to'g'ri yeng bilan tushaveradi. Bu yerda ziborka yo'q. Yubka qismini ula-bula bilan yonboshini yengidan boshlab etagigacha ham 1 sm tikib olamiz. Deyarli ko'ylagimiz tayyor. Mana qizlar, biz yengimizga oldiga ishlatgan shifondan fasonga qo'yib ketdik. Yengda orasi chokliligi uchun chiroyli ochib berdi. Oldini tugmalar va xrustal toshlar bilan bezab oldik. Etagini ham 1 sm da bukasiz. Bo'yniga esa hozir urfga chiqqan kasaya beka yordamida abrabotga qilib olamiz. Mana azizlarim, bu fasonda bichilishi ham, tikilishi ham juda ham oson. Sizlarga foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Ko'ylagimizni trendga chiqqan sultanka shalvar darsligi sizlarga kerak va qiziqarli bo'lsa, kommentariyada darslikni kutamiz deb yozib qoldiring. Shim darsligini ham joylab boraman inshaalloh.